ayollar ba'zida atanmış muhabbat sevgiga aldanib haqiqiy turmushda muhabbatdan chetlab ketadi. Yoshlig'imning guldek jamolimning qadriga erib yetmagandikin sho'r o'ziga. Bizda tishning borida go'sha deydigan tamsil bor. Tishning borida, chiroyning borida o'ynayli, kulayli do'stlar. Atrofingga qara qizim, shukr qil. Muhabbat degan ham so'ymalarning o'yini. Appa oyog'ingizni tutib appa. Ishq havasga berilib, o'z qo'li bilan qurib chiqqan oilaning imoratini o'rib bitdi. Lolni itdak xorlikda yashash aqlliq ayollarga yarashmaydi. Appa, dunyoda sizga dadam ikkimizdan yaqin odam bormi? Erga, oilasiga sodiq bo'lmagan ayol kishi o'ynashiga sodiq bo'ladida. Barliq ishqa havas lazzatlari har qanday kishining oqibati faqat pushaymon, cheksiz pushaymong'ili ib boradi. Qo'ynimi, eshikimi o'zining qutidan osida degan gap rostkan, a? Voy, Qo'lingni taq. Appa, uydan chiqmam. Mashinamizni to'xtatir chindim, appa. Oyda. Voy Allah qizim. Voy qizim, doktor. Doktor qizimni tinchlantiringlar. Unda qilma. Zamin bo'ldi, qizimiz bu yerda. Günah ve Jaza. Hikaye. Abduri Nurgül Abay. Mikrofon oldida Sarvinoz, Sharari, Shoyizat, Unziba, Nafa, Salobat. Ovoz tahriri Sarvinoz Kuychi. Bu asar Nurgül Abayning shu nomli asariga asosan Kuch klubi ovozliq asar ishlash korpusida unga elib tayyorlandi. Asar huquqi Nurgül Abay va Kuch klubi ovozliq asar ishlash korpusiga tava. Mazkur asarni Kuch to'ri bilan hamkorlashib, Kuch to'rining ruxsatini olgan turbatlardan boshqa turbatlarning ko'chirib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi. Bu asarni anglash manzilingiz www.checkit.com. Asiya Asqarning go'zaldan ko'zini uzalmayli o'tirganini yana ko'rib qoldi. Shu topda u Asqarning o'ziga ilgirkidek o't bo'lib qarashiga naqadar tashna edi. Ammo go'zal bugungi so'ringa qachon kirib keldi? Shu chaqdan boshlabla Asqarning ko'zlari uningdan zodili o'silmadi. Asiya Asqarning ko'zlariga o'ttil tikilib uningga qalbidagi noroziligini ifodalay deb qancha qaragan sari Asqar uningga nazar ko'zini silib qo'ymadi. U qattiq o'rtanib ketdi. Chidog'isiz bir g'ashlik ichida Asqarning texi 3 kun ilgariki shirin shekar gaplarini o'ylab ketdi. Ular shu kuni ajoyib tatliq hislarga cho'mib, dunyodagi barliq mavjudotni tamom unutgan edi. Aradan faqatla 3 kunli o'tdi. Bu 3 kunning ichida Asqar tamamen boshqacha bir odamga o'zgarib qolgandek. Hatto Asiyaning bu so'rinda borlig'ini unutgandek qiladi. Shu topda uning ko'ngil ko'zlari go'zaldan boshqa hech qanday ayolni ko'rmaydi. Asiya endi Asqarga qayta qaramadi. Yana qarasa, uning yuragi
vassida yerilib ketadigan holatga yetgan edi. Asqarning ha degandala go'zaldan ko'zini uzmay qilayotgan ashu turqi Osiyani go'yo gulxonga tushib ketgandek azoblaydi. U o'dildagi aynakdan maxsus ko'ptirib yasitib olgan sapsariq bo'dir chachlari ichida qo'shiqdakli ko'rinadigan, ziyoda sulg'unlik qoplagan chiroyini ko'rib beorom bo'ldi. Ixtiyorsiz lappida go'zalning chiroyiga yana bir qaradi. Go'zal shu topda ismi jismiga loyiq go'zallashib ketgan edi. Uning yuzi birov suyib qo'ysa iz qolg'idek darajada siliq ham yumshoq edi. So'z lavsuruq bilan teg'im hissiyotli ko'rinadigan qizil guldek lavlari pat-pat shahlo ko'zlariga moslashib Asqarga tatliqina kulimsirab qo'yadi. Bo'yni g'unchidek turqiga mos holda oq, ham uzun, ham suzuk edi. Cho'g'dek qizil ko'ngligiga patmay chin qilib turgan ko'ksi har qanday er kishini o'ziga jalb qilib sirli xiyollar olamiga elib ketadi. U shu tab hüppede içilib, xushpurak chechib turgan gulning o'zi edi. Asqarla emas, so'rindagi xeyli erlarmi uningdagi go'zal ruxsarning jalb qilish kuchiga yengilib, uningdan ko'z uzalmay qilishgan edi. Osiya chidayolmayla qoldi. U bu yerda yana nimani kutib o'ltirsin? Asqar uning nimasi shuncha talmirib ketgidek. Ya uning xotini emas. Faqat bir necha qitimliq ko'ngil xo'shligi xolos. Erlarning shirin shakar gaplariga ishongan ayollarning jiniga voy. Osiya hozirgi eriga ota-onasining zo'ri bilan tekkan edi. Eri uningdan 10 yosh cho'ng, yog'oq yuzlik odam edi. Erining vujudida qandaqdir ojizlik, yumshoqlik, o'zidan ehtiyot qilish sezgisi bor edi. U xuddi to'xtam sudek har qachon oldirmay, tantirmay ish ko'radigan er edi. Bir ishqa oldirab, xo'shalmo, xapimi bo'lib ketmaydi. Osiyaning nazarida u barqancha qurib ketayotgan qiyri to'g'raq edi. Shunga u yumoristik, so'zman, hammaning diqqatini o'ziga tortib tura oladigan, qaddi-qomati kelishgan erlarga boshqacha havas bilan qaraydi. Ashundaq eri bor ayollarni baxtlik, o'zini bo'lsa bakmo baxtsiz hisoblaydi. Shunga eriga bakli sus muomala qiladi. Yeshining cho'ng'ib qolganini, to'liq o'tirini bitirish oldida turgan bir tal arzuli qizini demasa, hargizmo ashu mo'rmas erning peshiga chin esilib elib o'tirmaydi. Osiya ilgari shaharga qarashliq bir yezida ishlaydi. Shaharda erining idorasidan taqsim qilingan bir yurish kichik binoda o'tiradi. Erining susligi ziyoda eg'ir besiqligiga tishlar qirishsimi, har kuni shahar bilan yeza orasida qatnab, o'zining ayollik, onalik mas'uliyatini ado qilib kelyotadi. Nimala degan bilan uningda yeza turmushining ta'siri bor edi. Shu holda nurg'un yillar o'tib ketdi. Tashkilning oxiri Osiyaga ichi og'rib qoldimi, uni shahardagi bosh idoraga yo'tkab akeldi. Ularmo shahardagi avvat bir o'ltiraq rayondan bir yurish tovar uy setib elib, ilgirki tovar uyidan ko'chib chiqdi. Osiyaning yangicha turmushi shuning bilan boshlandi. Bu rayonda o'ltirishliq bir necha qo'lim qo'shnilar Osiyaning ko'ziga boshqacha ko'rindi. Ayollar bakmi moda yuradi. Yurish turishda o'zlarini erkin qo'yib yetadi. Ularda hech bir qo'rinish, tortinish yo'q edi. Osiya chaqirilgan bir necha qadimliq to'y to'kinlarda ular xuddi xonishlardek o'zlarini bakmi cho'ng tutadi. Bularning ichidagi Sanavar ismli cho'kan Osiyaning ustun qavatdagi qo'shnisi edi. Ular har holda salom soat qilib o'tishadi. Bir necha qadimliq odatga mung'lashishdan keyin Sanavar Osiyaning zerikishlik turmushini tushundi. Onunğa xeyri xaqlıq qılğan bo'lib, o'zlarining choylariga billa elib bordi. Ularning
hech kimnikiga o'xshamaydigan choylari, hashamati, kelishgan puldar erlarning har qitimliq so'ringa ishtirok qilib, kayfiyatni texmi yuqori ko'tarib etishlari Osiyaning ko'zini rostilla ichib qo'ydi. Bular haqiqatan jahonning rohatini ko'rishni biladigan esil ayollarga, deb o'yladi Osiya. Shuning bilan uning zerikishlik kunlari oxirlashgan bo'ldi. Ular pat-pat shaharning osonlikcha ko'zga cheliqmaydigan ma'lum joylarida so'rin tuzishatdi. Hatto boshqa noyi shaharlargacha berib ko'ngil ichib keladi. Asqar Osiyaning turmushiga amdilatin bo'sib kirgan ashundoq so'rindagi qamlashgan er edi. Ular bir-birini tunchi ko'ribla yaxshi ko'rib qolishdi. Osiyaning mashinasining bo'lg'ini ayollarga xeyli qulaylik yaratdi. Her so'rinda ayollar Osiyaning ayol kishi turib rol tuta oladigan jasoratiga, qizg'in muomalalariga qoyil bo'ladi. Uni hadimayla maqtab, uchirib, qaltis xo'sh qilib etadi. Shunga bundaq so'ringa kelganda Osiya erining qo'ymag'iniga parvo qilmay, qandaqdir durust yig'ilishlarning gapini qilib, to'zdek yasinib uydan chiqadi. U o'zini kutib oralda turayotgan do'stlarini mashinasiga o'tirg'izib, so'rin qo'g'lab chapatdi. Osiya bundaq so'rinlarda Asqarga o'xshash yumoristik to'yg'uga boy, ajoyib qamlashgan so'zman, hissiyotli erlarga ich ko'yarlik bilan qarab qoladi. Ashu erlarning qiziqarli chaqchaqlariga, hatto chekdan eshib ketgan seriq yumorlariga ich-ichidan hozirlanib kuladi. Eri, qizi yodiga yetmaydi. O'zining xeyli odam havas qiladigan bir idorada ishlaydigan xizmatchi ekanligini, boshqalarning ayoli, bir qizning opasi ekanligidek bu ig'ir yukni cho'rib tashlaydi. Sho'x muzika, o'yin kulka, so'rin tarqagandan keyin Asqar bilan birga bo'ladigan tatliq shirin damlar uning burg'timliq ichidagi hayotiga olamshumul o'zgarishlarni elib kelgan edi. Erining so'ralmaligi, kam so'zligi, ba'zida odamni o'rivatgidek to'ring-to'ring gaplaridan har qatim bezorlik his qilganida o'zining qilayotgan ko'ngil xo'shligidan shubhalanmaydi. Yoshlik va go'zallik hash-pashdagich o'tib ketadi. Ularni qancha yushirgan sari shuncha tez o'tadi. Bizda chishning borida go'sha deydigan tamsil bor. Qayraganda go'sh emas, kesal chirmab umashmish yemaymiz. Shuncha chishning borida, chirayning borida o'ynayli, kulayli do'stlar. Deydi Asqar doim qadah so'zi qilib. Rost emasmi? Yoshlik bir yenib o'chadigan chaqmoq. Vaqtni chin tutish, yoshlikni qadrlash kerak. Yoshligimning, guldek jamolimning qadriga erim yetmagandikin, kun bo'yi kitobdan bosh ko'tarmay, bir tatliqini so'yishni bilmagandikin, sho'ri o'ziga. Yelim ashu lumshikka majbur bog'lanib, oshtamog'ini qilib berayotganimning yuzi yo'q. Tfi la'nati. Nalada yurib sana o'xshash galvon xotin bo'lib qolgandim. Nadiki mo'rimas, talatsat mayma xotinlarning qarab yevatkida qamlashgan eri bo'ladi-ki. Esit. Mening baxtsizligimga yana nima tankasun? U ba'zida shunda xiyollar bilan o'ziga tasalli beradi. Kash taqdirdan og'rinib, go'mish eridan hasilab, nafratlanib ketadi. Uning o'g'zini yenimi qayntadig'ini, qizining xuddi dadisidek ortiq gap xolamas. Ichilib kulmas, yayrab, akilab, chiroyli yasanmas holati edi. Qizi qachonli qarasa, uyga bekinib elib, kitobdan bosh ko'tarmaydi. Ortiqcha gap qilmaydi. Shu kunlarda u xuddi dadasiga o'xshash odamni o'ngda tushirayotgandek sesiq gaplarni onasiga qiladigan bo'lib olgan edi. Erkin bo'ling qizim, yayrab kuling. Siz texi bala. Balla sizdek yishida o'ynab, kulib yayrab olish kerak. Qiyirmomaydak uyga bekinib olmang. Osiya qizini o'yin kulkiga qistaydi. Ammo qizi, "Yaqay charchimadim, kitob o'qisam charchamdi opa. Kitob o'qisam ro'yim texmi azorlashib qoladi ekan. Menimcha sizmi kitob o'qib bering. Shunda qilsangiz o'zingizda zerikish ham ma'nisizlik his qilmaysiz", deydi. Bugun kechdimi u qizini topshirig'ini ishlab bo'lib, do'stlari bilan o'ynab kelishga da'vat qilib edi. Qizidan tushuniksiz, ammo
to'limi dahshat bir javobni angladi. Opa, axloqdan, e'tiqoddan, qonundan qo'rqmagandala odam erkin bo'g'il bo'ladi. Men bularning hammasidan qo'rqaman. Shunga erkinlikka intilmayman. Ayollarning bak erkin bo'lib ketganimi yaxshi emas. Dadam sizni hurmat qilyotdi, ishinyotdi. Buni hargiz erkimga qo'yibdi deb tushunib olsangiz, qattiq xatolashqa bo'lasiz. Mahalladagi hiliqi eski xotinlar bilan az aralashing. Kechilik bazmilar sizdek onalarga yarashmaydi. Bir ayol kishida jamiyat e'tirof qiladigan yaxshi xizmat, pul, mol, er va bola turibmi? Yana obro'yning bo'lmasligi mangulik baxtsizlik. Obro'yingizni to'kibman, opa. Asiya qizining gapini anglab, go'yo beshiga kaltak tekkandek dong etib turibla qoldi. Qizi ilgari bu to'g'risida uningga ancha-muncha do'qqilsimi, bu darajada javob yondirmagan edi. Xuddi deydiganlarim yeni batdi, ammo onam kelsa, yenila yuzingni qilay, devatqandek alpozda yonga qarab olgan edi. Qizining butun badani loq-loq titrab turardi. Asiya bir ig'izmi zuvan surmadi. Yuragi qo'qasda puchilinayotgandek qattiq beorom bo'ldi. Ammo do'stlari uni bugun boshqa noida bo'ladigan maxsus so'rin uchun sirtda xeyli burunla saqlayotdi. Asqarmo bugun kelmasangiz zodili bo'lmaydi deb uningdan qayta o'tingan edi. Ular bormoqchi bo'lgan nahiya shahardan 20 kilometr yiroqlikdagi kichikgina bozor edi. Bu yerda ular pat-pat so'rin tuzib, pinhon joylarda xeyli ishlarni qilib, qilgan ishining hech bir busini chiqarmayla uylariga kelib olalaydi. Asiya zuvoni tutilib qolgandek qiziga bir egizmi tushuntirish berolmadi. Yuzi kuyishib tursimu, bir qiydash bilan egiz pashliq oyog'ini putiga sepib, temir eshikni jong'ida yopqinicha uydan chiqib ketdi. U mashinasini o't oldirayotganda beshini ko'tarib, ixtiyorsiz uyining derazasiga qaradi. Qizi derazaning qanotlarini uliq echib etib, uningga yoshlik ko'zlari bilan qarab turadi. Asiyaning yuragi og'di. O'zining nimish qilayotganligini tunji qitim his qilgandek bo'ldi. Bir gunohlik to'yg'u uning yuragini tunji qitim qisdi. Asiya so'rindan do'stlarga "Yili kirman" deb yenib chiqdi. Shundaq demasa, nurg'un tushuntirishga, bahona sabab ko'rsatishga to'g'ri keladi. Amaliyotda do'stlarimi uning Asqar sabablik zodili echilolmay o'tirganini sezmagan yada emas. Shunga o'zining so'rindan baldir qaytganini to'g'ri tushunadi deb o'ylaydi. Ular odatda so'ringa billa borgani bilan hech qachon billa qaytmaydi. Shunga do'stlarining ko'nglini ayab, bu yerda Asqarga nisbatan ortiqcha odam bo'lib o'tiravergisi kelmadi. Asiya mashinasini restoranning mashina to'xtatish o'rnidan qaydirayotganda o'zini izlab chiqqan Asqarni ko'rib qoldi. Asqar har holda sal jiddiylashgandek uning mashinasini oliq-jaloq bo'lgan ko'zlari bilan izlashga boshladi. Asiyaning ko'ngli vallada yo'radi. Demak, Asqar yenila uningga chidamaydi. Asiyaning mashinadan tushib restoranga qaytib kirgisi kelmadi. Shu topda u Asqar bilan yolg'iz ko'ngil etishni, shikastlangan ko'ngliga Asqarning tatliq, shirin so'zlari bilan taskin berishini istavatdi. Nimanda qilsiz odamning kayfini o'chirib? Nega mo'moqchitingiz? Sanaverimiz chiqib ketayotganingizni ko'maydi ekanman. Nimaga shunda xafa bo'lsiz? Asqarning o'zini ayblashini kutmagan Asiyaning g'o'shida ochiq keldi. "Vey, kim xafa bo'pti? Go'zallarning yenidan men chaqirib chiqmagandim-a? Kayfingizni uçmasin deb jimida yenib chiqdim. Bo'lmabdimi? Chidamagan bo'lsangiz, darhol kirib keting. Sizga esilib olgan ish yo'q texi." Voy, nimanchi qo'y qilsiz? Elim 18 yosh qizlarni kutganda ko'nglingizni ilyaptimi? Mushim yetmadimi sizga? Yana qanday qilib paysam bo'ldi? Tova. Erlar nimanchi vafosiz, nimanchi vijdonsiz, nimanchi ujmi ko'ngillar? Texi net soat ilgirli siz kelmasangiz bugun men bu jon harom davatatdingiz. Sizdagi jonning holi shunchilikmi? Bugun go'zalni qo'lga tushirmasangiz, bu jiningiz haqiqatan sizga harom bo'ldi-ku deyman. Bo'ldi, kirib keting. Sizga gapim yo'q.
Asqarning yalvarib yelinishini kutib, o'ziga topitani qilishini asla xiyoliga keltirmagan Osiya yerilg'udek bo'lib, tishlarini g'o'chirlatdi. Ammo Asqar uning shuncha ochiqnishiga hayron qolgandek birdan qarab turib ketdi-da, birdilla qaqoqlab kulib ketdi. Vijdondan, vafosizdan. Bu gaplar sizdek ayollarning og'zidan chiqsa, bekli g'alit anglab ketar ekan-a. Bekli cho'nqirlab ketibsiz-mi, nima? Aqlliroq bo'ling. Bundaq so'rinda o'ynashni bilganlar ko'nglini tamoman erkiga qo'yib o'tish kerak. Nima u vijdon, pijdon degan? Siz uyingizdan eringizni qo'llab chiqqanda vijdoningiz bormi-te? Bilayotamsiz. Biz degan ko'ngli xo'shlik izlab 20 yo'lda uchrashgan amrali. Bu xo'shlik nimaga o'xshasam bo'lar? Xuddi mundaq qilib tetib qo'ygan mevaning ta'midekli bir ish. Ikki balning onsiq bo'ysunmay chiqqan o'g'a avaliman. Bu yerda sizdek xotinlarning bosh qurishiga qolsam, men uvol bo'lmamda. Shuni unutmang, Osiya. Siz ya mening ap tashlab qo'ygan xotinim emas, hatto oshnam emassiz. Bu o'yinda sizmi, menmi tamoman erkin odam. Bugun mening quchqim deyasangiz, erkinning quchqiga kirishingiz mumkin. Erkin sizga qanot so'rab berayotgan xil bo'ldi-ku, deyman. Buni bilmay qolmagansiz. Erkinni ko'nglingiz xohlamasa yoki zeriksangiz, vijdon, vafo degidek asosingizdan barda qanot quyruqingizni yig'ib olsangiz bo'ldi. Ammo meni vijdon, vafo g'amchisida bo'g'ima, kontrol qilma deb xam xiyol qilmoq. Osiya oldida o'ltirgan bu qamlashgan erning Asqar ekanligiga. Texin necha kun ilgarila o'zining ishqida o'lib ketmoqchi bo'lgan Asqar ekanligiga ishonmay qoldi. Uning shu darajadagi yalang'och, zahardek o'tkir so'zlaridan vujudida o'rkashlayotgan qiziq qonlarimi daqiqa ichida muzlab ketgandek teni jo'g'ildi. Nim deyapsiz? Mushu gaplarni siz qilyapsiz Asqar? Tavba. Sizni shu darajada ujmi ko'ngil zaharxanda deb o'ylayapti ekanman. Nimancha ahmoqman. Texi bir-birimizga muhabbatimiz, sadoqatimiz bor deb shuncha yo'lni sizni taplab esib ketdimi deysa? Muhabbat? Mush ishimizda bizni muhabbat nemish qilsin? Muhabbat degan xomsoymalarning o'yini. O'zini aldash bilan boshlanib, o'zgini aldash bilan oyoqlashadigan ma'nisiz o'yin u. Sodiqlikdan eg'iz ichib qolibsiz-da. Erga, oilasiga sodiq bo'lmagan ayol kishi o'ynashiga sodiq bo'la oladi. Qarang, xuddi ish ko'rmagan kichik qizchaqlardek gap qilyaptınız. Bu yüzsüz, saxtpaz, bu aldamchi, o'zbekon o'g'ri. Gapini sesliqligini qara. Bu iflos. Qo'lingni tak basqinjalab. Meni urg'idek bo'lding o'ta-ha? Meni urg'idek sen kimdan? Yuziga chang qilib tekkan bir tasdekdan Osiyaga butun zamin, osmon, yer, mashina hammasi piyqirab cho'rgilayotgandek tuyulib ketdi. Go'yo bo'g'ziga bir narsa kaplashib qolgandek bo'lib, cho'g'da qizigan mangzini changallig'icha mashinadan g'azab bilan tushib ketayotgan Asqarning kaynidan qarib qoldi. Yundishib to'ymaydi, qonjo. Izdin bilmaydi, jalib. U Asqarning oldiga chiqqan bireylanga shundoq deb tillab berayotganini angladi. Ammo chiqib kelguchining kim ekanligini anqara olmadi. Bir dahshatli nomus ham xo'rliqdan Osiyaning butkul vujudi o't ichida kuyib-yotdi. U esini yig'ib, mashinani jahli bilan qo'zg'ab, xuddini bilolmagidek holda yo'lga chiqdi. Siz uyingizdan eringizni qo'llab chiqqanda vijdoningiz bormi? Erga, oilasiga sodiq bo'lmagan ayol kishi o'ynashga sodiq bo'ladi-da. Izdinlar, jalib. Osiyaning quloq tubida Asqarning bu so'zlari qayta jaranglaydi. Bu so'zlarning o'ramidagi qo'rqinch, sur va haqiqat uning tenini texmi jo'g'ildatdi. Osiya eriga, o'ziga va qiziga qilganlarining nimadan derak beradiganligini shu topda aniq his qildi. Bularni his qilib yetish bilan vijdoni uni har tarafdan qamchilashga boshladi. U azobdan ingrab ketdi. Tun qorong'uligi butkul koinotni
xuddi uning ruhidagi tushkunlik ochiq pushaymonga o'xshash butunlay o'rab bo'lgan edi. Osiya rolga mahkam chirmashgan holda qora tutun ketib boradi. U hatto o'zining qayerga kelib, qaysi yo'l bo'ligida ketayotganligini bilmagidek holda xudini yo'qotgan edi. Oldidan chiroq yuritib, belgi berib kelayotgan mashinalarga muvofiq inkos qaytarish, yo'l berish deganlar uning kallasiga kirmaydi. Uning butun esiyodi o'zining vayron bo'lgan, yer bilan yakson bo'lgan atalmış muhabbati g'urur izzati bilanla cheklanib qolgan edi. Oldi keynidan chiroqlarni lap-lap qilib belgi berib o'tib ketayotgan mashinalar uning ko'ziga ko'rinmaydi. Darizadan beshini chiqarib bir nimalarni deb baqirgan shoferlarning ovozi uning quloqiga kirmaydi. Asqar ham hiyliqi bir to'p do'stlari bilan bo'lib o'tgan voqealar, ularning og'zidan chiqayotgan hayosiz, zahardek sesk so'zlar, erining ba'zida g'azab aralashgan, yana ba'zida tarbiya, ta'sirlantirish aralashgan tanbehlari, qizining shamshardek o'tkir so'zlari uning ruhini qurutdek g'ajilaydi. U har qancha qilibmi xiyolini yo'lga, mashinaning roliga yig'olmaydi. Ayollar ba'zida atalmış muhabbet, sevgiga oldinib, haqiqiy turmushdan, muhabbatdan chatnab ketadi. Erining, oilasining rizqiga qora surkaydi. Buning bilan o'rnini to'ldirib olg'ili bo'lmaydigan eg'ir xatolik o'tkazdi. O'zlari asir bo'lgan shu muhabbatning chin muhabbat emas, balki buzuqchilik, o'z-o'zini pastkashlash ekanligini aslo bilmaydi. Bilamsiz, barliq ishqa havas lazzatlari har qanday kishining oqibati faqat pushaymon, cheksiz pushaymon qilib bordi. Ishq havasga berilib, o'z qo'li bilan qurib chiqqan oilaning imoratini o'rib bitib, lolmi itdek xorliqda yashash aqlli ayollarga yarashmaydi. Bizda yamonga yo'liqsang yarasi, qozonga yo'liqsang qarisi yo'qar deydigan hikmat bor. Yomon nomi chiqib qolgan ayollar bilan xo'shnam debli orlishiverma. Sizgami, mangami, qizimizgami sat? Bu so'zlarni eri texi 3 kun ilgarila u Asqar bilan qonug'idek payz qilib kirgan osh kechida degan edi. Shu chaqda u shuk bo'lib olgan. Hatto birini desa mingni deb javob yondira oladigan zuvanini echishni xohlamagan edi. Chunki u shu chaqda Asqarning tatliq pichirlashlari, asabiy qizg'inligidan butunlay alas bo'lib ketgan edi. U shu topdimi vujudida o'xchib turgan tatliq sezimlarini so'ralma eri bilan so'qishish, tang turib tilishish orqali yo'q qilib etishni hargiz xohlamagan edi. Tova. Faqat ahmaq ayollar muhabbatning ichida turib, muhabbatni izlaydik. Xuddi galvon tugichi mengan tugisini to'xtamay izlab ovora bo'lgandekla. Uning xiyollari yana qanotlandi. Endi uning quloqiga qizining ayanchliq, mumliq ovozi anglandi. Qizining nomusliq bir alamdan cho'g'dak yongan ma'sum ko'zlari mashinaning oldi aynigidan to'g'rila uningga tikildi. Apa, mashinangizni endi haydamsangizmi bo'ladi-ku? Ilgari xizmat o'rningiz yiroq bo'lg'achqa, dadam sizga yo'lda so'g'uq tegib qolmasin, qulaylik bo'lsin deb shuncha qiyinchilik ichida mushu mashina ep bergan edi. Endi xizmat o'rningiz yeningizdilar. Piyoda mangsangizmi, velosiped bilan borsangizmi bo'ladi-ku? Benzinga bir muncha pul xashlab, bir muncha az xotinlar bilan ko'chma-ko'ch chepishning nima hojati? Jinim apa, siz nalarda yurisiz? Siz degan choy tugigini ne ekan? Men sizni o'sha yerda qanchalik saqladim bilamsiz? Restoranda bir odam qolmaganda uyga yetib keldim. Sizni uyga kelib bo'lgan o'xshaydi. O'tishib ketgan chig'imiz deb men umid bilan uyga keldim. Lekin siz mush chaqchi uyni topolmaganmi ana bo'lamdi? Dadam bechora idorasida navbatchilik qilyotdi. Sizni surishtirib telefon qilib ekan.
Apam uxlab qoldi deb yolg'on so'zladim. Siz uchun dadamdan o'ylab ketyapman, apa. Buni bilamsiz. Apa, sizdan o'tinay. O sanavar qo'nchoqqa o'xshash eski xotinlar bilan endi aralashma. Siz degan er bor, hukumat xizmatini qilayotgan obro'yli ayol. Bilamsiz? Har qatim shu ayollar bilan appoq-chapoq bo'lib yurganingizni ko'rganimda yuzlarim qizarib, qo'limda jon qolmaydi. Savoldoshlarimda shunchalik nomus qilmayki. Dadamga qarang. Men qarang jinim appa. Dunyoda sizga dadam ikkimizning yaqin odam bormi? Bizga nomus bo'ladigan ishni qilma, appa. Appa, uydan chiqma. Mashinangizni to'xtating, jinim appa. Dal shu chaqda tuyuqsiz qorong'u tunda chaqmoq chaqqandek butun koinotni zilzilaga solgan bu ovoz bilan tangla qizining ovozi, aynakni to'g'rib olgan miskin qiyofati, uning barliq pushaymonlik xiyollari shu yerda chippida uzildi. Oppoq chapon kiyib, maska taqib olgan bir o'riq gavda uning ko'z oldida bir necha metr egizlikka ko'tarilib, yo'lning yoqasiga tushib ketdi. Yeni shu vaqtning o'zida bir dahshatli surkilish ovozi bilan tang bir dona motosiklet necha beqarab dahshatli o't chachirtib qop-qora bir gavdani so'riginicha yiliq oqchoponlikning yeniga tushib ketdi. Orqadan timtasliq, xuddi Go'ristondek jimjitlik hukm surdi. Osiyaning tuman qaplagan kallasi, ko'zi hammani ko'rdi va hammani bildi. O motosiklet minib olgan ikki odamni kaynidan so'qib atgan edi. Osiya bu kutilmagan falokatdan shunchalik qo'rqib ketdiki, ruhi tinidan judo bo'lgandek to'yg'uga kelib qoldi. U damonliq yuz bergan bu voqeaning oqibatining nega boradiganligini anqara olmay qoldi. Butun atrof yanada timtasliqqa cho'mgan edi. Oldi kaynida birmi mashina ko'rinmaydi. U xuddini yo'qotgan holda yo'lning o'ttirsida to'g'risig'ili turib qolgan mashinasidan dir-dir tirganicha tushib, yo'lning qirig'iga keldi. Necha metr nerida, ko'tirma yo'lning tuvida suvni aylanib yotgan oqchaponlik gavda aniqla ko'zga tashlanib turadi. Motosikletning chiroqlari yelimi yenib turadi. Osiyaning qorong'ulikqa ko'ngan ko'zlari o'zidan necha qadamda nerida ingrayotgan bir yigitning gavdasini ko'rdi. Yigit beshini zo'r qilib ko'tarishga tirishayotdi. Tamoman zaiflashgan o'riq tinida beshini ko'targidek mador asla yo'q edi. Ovozimi yerning tegidan chiqayotgandekla jonsiz edi. Qutquzing. Bizni qutquzing. Qora gavdaning ming tasda zo'r qilib ko'targan beshi shaloqqada yerga tushib ketdi. Osiya buni aniq ko'rdi. Ovozini aniq angladi. Qo'rqinch, g'oyat zo'r qo'rqinch Osiyaga yupurilib keldi. Xudo, men odam o'ldirib qo'ydim. Odam o'ldi. İkisi öldü. Endi qanday qilaman? Xalq olamga qanday qarayman? O'zimni nada ko'raman? Yo'q. Qizim deyman. O mendan qanchalik nafratlab ketadi. Erimchim. Yo'q.
Asiyaning ovozi teshig'i chiqib ketdi. Uning mingisi birdila sagaklashdi. Balki har qachondagidinmi bakarak sagaklashdi. Ko'zlari aloq-jaloq bo'lgan holda oldi-keyni tarafidan kelayotgan mashinalar bormi yo'q degandek yo'lga qarab ketdi. Atrofda uningdan boshqa hech qanday hayotlik ko'rinmaydi. Faqat oldi tarafdan yiroq bir joydan bir mashinaning chirig'i ko'rindi. Bundaq paytda yana ikkilinib turishga bo'lmaydiganligini Osiya birdila to'nib ketdi. Mashina bargan sari yaqinlab kelyotdi. U o'zicha intayin tabiiy his qilgan qo'g'dinish ingi bilan ixtiyorsizla o'zini mashinaga otdi. To'g'ri, ketishim kerak. Darhol ketishim kerak. Bu yerdan tezdan ayrılishim kerak. Meni hech kim ko'madi. Meni hech qanday odam, hech qanday mashina ko'madi. To'g'ri. To'g'ri. O'z-o'ziga to'xtamay madad berib qing'iyib qolgan mashinasining rolini oldiga burdi. Bo'lg'iliq bo'ldi. Ular o'lib ketdi. Men qasdan qilmadim. Bunun qasdanlik yo'q. Amalim yo'q. To'g'ri. Ketay. Ketishim kerak. Yo'q. Tanasam bo'lmaydi. Tanasam tugashganim shu. Kishilarga nim deyman. Erimga, qizimga nim deyman. Men qotil bo'lib, texim yomon bo'lgani. Men buzuqchilik qilib qaytayotganda odam o'ldirgan qotil bo'laman. Ah Xudo. Men tavba qildim, meni kechirgin. Meni aljamat oldida rasvo qilmagin. Men ishkichilar sana bilan aralashmayman. İbadet, şükür qanoat bilan o'taman. Men tövbamni chingdirman, ah Xudo. Menga yordam qilgin. Osiya Allohdan eri va qizidan gunohini tilaginicha ketib o'tadi. Oldi tarafdan kelgan kichik mashina uning yenidan g'o'yildab o'tib ketdi. Osiyaning yuragi pulanglab ketdi. Yo'q. Go'yo beg'ishidan uzilib ketgandek bo'ldi. Buning bilan uning qo'llari rolga shunchalik mahkam kirishib ketdiki, xuddi dengizda to'njiqib qolg'ili turgan odam bir parcha yog'och taxtayga yomishib olgandek faqat mushu rol ham mashinalar uni falokatning eg'izidan qutuldirib chiqadigandek tuyuldi. Tez mang'in azizim, meni hech kimga ko'rsatmagin. To'g'ri, biz uning uyiga bormaylik. Men onamning uyiga boraylik. Shundoq. Men onamning uyida qondim. Hech qanday gumon yo'q. To'g'ri. Men erim bilan so'qishib qolg'ashqa, sanabalarni degan yerga yetkazib qo'yiblar. Udi onamning uyiga bordim. Shu yerda qo'nib qoldim. Ben hatta bir necha kun o'zimni o'ngishib olguncha onamning uyida yamalab turib olsam bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri. Biz yerga kirib olsaqla, san-sanoqsiz mashinalarning ichiga kirib olsaqla, ikkimizni hech kim tanimaydi. Bexatar bo'lamiz. To'g'ri. To'g'ri. Biror gumon tug'ildi degan taqdirdami? Onam bor. Mening ziynimga gap qilmaydi bechora onam. Hiç çıkamadım. Doğru. Bu fakat bir çiş. Kabahatli bir çiş. Gayret kıl azizim.
shaharga yarim soatga qolmayla berib bo'g'ili bo'ladigan bu yo'l Osiyaga 1000 chaqirimlik musofadek bakmo uzun bilinib ketdi. U 1000 zariqish tititliq ilkida onasining uyiga orom keldi. U mashinasini binoning oldiga to'xtatib qo'yib, onasining uyiga manganda Kashlik bozordan bakmi kash qaytgan bir kabobchi qo'l harusini ittirginicha uning yenidan o'tib ketdi. Zira va qarmushning kuchli hidi Osiyaning dimiqiga urildi. Onasining uyidagi chiroqning yelimi yeniq turganini ko'rib, uning yuragini besib turgan qo'rqinch ozroq yeniklab qolgandek bo'ldi. U ixtiyorsiz beshini ko'tarib osmonga qaradi. Shamol qo'yiq tumonlarni qayoqlarga uchirib ketgan. Osmon betida jimirlab turgan yulduzlar go'yo son-sanoqsiz nurliq ko'zlardek uningga tikilib qarab turadi. Osiya darhol beshini to'van selib oldi. U ustida turgan ashu nurliq ko'zlarning nafratli qarashiga bardoshlik berolmagan edi. Shu chaqda qayoqdandir soqchi mashinasining chiyqiriq ovozi anglandi. Uning yuragi ansiz so'qib ketdi. Xuddi onasinikiga ishtik kirib olmasa, ahvolni bilib qolgan soqchilar bostirib kelib, uni kishallab, udulla turmiga elib mangdigandek bir tuyg'u ichida teni shurkandi. Osiya o'zi sodir qilgan bu qotillikni garchi Xudodan yushira olmasa-mu, ammo insonlarning ko'zidan yushira oladiganligiga shaksiz ishonadi. Kishilik hayot to'limi qisqa ham azobli bo'ladi. Hech kimmo boshqalarning savalligiga ora tura olmaydi. Har kishining o'z oldiga qurib chiqqan turmushi bor. Eng ichinishli shuki, kishilar nagan-naganda bilib bilmay o'tkazib qo'ygan savalliklari uchun g'oyat zo'r badallarni to'lashga majbur bo'ladi. Taqdir ilohiy vaqt soati kelsa, odamlarga yuz xotir qilib o'ltirmaydi. Qora bulutlar orasiga yoshiringan o'lim va ofatni toki chaqmoq chaqilmag'icha hech kim aniq ko'rolmaganga o'xshash, yomonni jazolab, yaxshini yo'laydigan Tangri har qanday kishining makkorligi, buzuqchiligi va haqiqat bilan o'ynashadigan qilmishlari uchun tegishli jazo beradi. Osiya anasiga bir do'stining tug'ilgan kun o'ltirishidan kech qaytganligi sababli eriga yolg'on so'zlashga majbur bo'lganligini, birov o'zini surishtirib qolsa, baldurli qaytib kelgan deb qo'yishini tili qisilgan, yuzlari ko'yishgan, nomusdan bo'g'ilgan holda o'tindi. Ana uningga ozroq koyigandan keyin ma'qul bo'ldi. Osiya onasining ma'qulligini erib, ko'ngli ozroq joyiga tushgandek qilsa-mu, ammo yuragi kechicha ansizlikdan qutulolmadi. Yeliqa oq va qora kiyimlik baxtsizlarning qorong'u ichida so'zilib yotgan ko'rinishi kechicha uning ko'z oldidan neri ketmadi. Faqat opisi bomdod namozga turgandala ko'zlari ozroq yumilgandek qildi va alang-salang tush ko'rdi. Tushida butun badani qonga melangan oq kiyimlik bir qiz bilan qora purkanchiga o'rnib olgan bir o'g'il bola uning xotirjam uxlayotganligiga nafratlangandek unsiz qarab turadi. Attigalik choy noyit ko'ngilsiz ichilayotdi. Anasi Osiyaning yig'irini atay qo'chiyotgandek hadab uning erining yaxshi tarafini qilyotdi. Atrofingga qara qizim, shukr qil. Ering na o'yinda, na qimor bilan yoki aroqda yo'q. Bichorning Asiyode osh uyinglarni barkat topqizishda, sening ham qizingning ko'nglini elishda qizim. Tunugun so'qishib qilishingda gunoh cho'qim sendan o'tdi. Gapimni anglab, yelil uningga telefon qilgan. Bichorini burni qulqug'icha to'yg'izib o'tma. Bo'ldilar. Telefonimning to'kka oqshom boldirlar tugagan. Heli udul o'ygili baray. Men bildim ana.
dedi Asiya yürek puçulangan halda. Haqiqatan uning telefonida oqshomni to'q qolmagan edi. Sanavar kimlar bilandir soatlab so'zlashib, naynaqshib yurib telefonning to'kini qo'ymagan edi. Sanavar esiga kelishi bilan uning demi kesilgandek asablandi. Shu chaqda onasining telefoni to'yuqsiz sayrab qoldi. Asiyaning yuragi jiddiy og'di. Nemishqadir bir ko'ngilsizlik yelala yuz beradigandek tuyuladi. Voy balam, sizmitiniz? Ha. U akşam namazşam bilan menikiga kelibdi ekan. Ha, so'rasam sizdan ruxsat oldim dedi balam. Shunga. Voy, nima deysiz? Alida, hozir qayerda nima bo'pti? Onasi telefon trubkasini hatto nega qo'yishni unutgandek Asiyaga qo'rqinch ichida daqiqa tikilib qarab qoldi. U chiroyi tatirib o'ziga qarab qetibli qolgan qiziga Asiya, Alidaning mijozi yo'q. Hozir shaharlik doktorxonada ekan. Tez bo'l, Asiya doktorxonaga boraylik. Nim deydigansiz apa? U qizdek tuniga sapsaq edi-ku. Asiya ensiz vaqirganicha onasini kutmay, sapma-kesh belalla ko'chaga yugurib chiqib taksi to'sadi. Uning to'mish qilmoqchi mashinani yo'lga elib chiqisi kelmagan edi. Asiya qizini shunchalik yaxshi ko'radi. Gerçi mijozini bekmi yoqtirib ketmasimi, qizi uning tilini uzun, yuzini yo'riq qilgan edi. Qizining yeshiga mos kelmagan oqilona fikrlari, ota-onasiga omroqligi, maktab va oiladagi o'tkirligi hammalarning eg'iziga birlik keladi. Her yıllık ata-analar yığınıda kızının o'qish natijasi sababli Asiyaga nurg'un ata-onalarning ko'zlari hem havas, hem hasad bilan tikilib ketadi. Mushu bir oy ichida qizi uning sirtqa chiqishiga, kimlar bilandir aralashib, kimlar bilandir birga bo'lib yurganiga bakmi diqqat qiladigan bo'lib qolgan edi. Pat-pat opasi bilan so'qishib, zahardek ochiq gaplar bilan uning yig'irini cho'qitdi. Masum ko'zlaridan yosh to'kib, opasini borsi kelmas yo'ldan tortib chiqmoqchi bo'ladi. Bundaq chaqda Asiya qizga bekli o'shlik qilgan. Uning otiqachiligiga, to'rong gaplariga adovat tutib qolgan edi. Nima degan aqlsizlikqa? Ilgari u kecha-kunduz qizi uchun kuyib pishadi. Qizini o'zining barliq baxti ham kelgusi deb qaraydi. Qachon u sanavarlar bilan eg'iz burun yalishib qoldi, shu kundan boshlab u qizi bilan xuddi bir uydagi dushmanlardekla chiqish olmas bo'lib qoldi. Qizi ba'zida uningga shunchalik haddidan eshib ketgandek tuyuladi. Qizining o'zini sotlab ketganlarini ko'rganda Asiyaning tishlari qiyirishib, qizining o'zini tushunmaganligiga qattiq g'azabi keladi. Uningcha bo'lsa, qizi onasining turmushidagi zerikishini, ma'nisizligini, ko'ngilsizligini, dadisining tamsizligini tushunish kerak edi. Ammo qizi dadisi 3 yil bu dunyoga to'ralgandek hadislar ashu mo'rmas dadisining ketmanini chepib, uni qismoqqa oladi. Mana endi u qizining har bir eg'iz gapining, erining har bir eg'iz nasihatining qimmatini to'liq tonib ketdi. Pushaymon qildi. U Xudodan ilgirkiga o'xshash muloyim, qanoatchan ona, vafodor xotin bo'lishga fursat berishni o'tindi. Afsus. Oqshomqi baxtsizlikdan keyin bu fursat kimdir bir tarafidan tortib elingandek qoladi. Tushuniksiz bir vahima Asiyaga udul qarab, uni qo'rqinchga soladi. O'zining shunchalik vahimada qilayotganiga qaramay, Asiyaning kallasida bir qator jonsiz planlari, xuddi kapsiz balalarning muallimlariga yezib beradigan amalga oshmas va'danomalardek laylab yuradi. Qizining so'qir uchay yollig'i batdi. Shu qo'zg'ilib qopdi-da. Balkim hozirgacha operatsiya qilinibmi bo'lgandi. So'qir uchay operatsiyasi degani-ku doktorlar uchun bir qitim tirnoq olganchilikli ish. Balkim
Xudo uningga ich og'ritgandi. Uningga qaytib fursat berayotgandi. Uning qizi va eri bilan yarashib olishi uchun atay mushundaq bir balansga kirib kelishni o'rlashtirgandi. Agar shundaqli bo'lsa, u cho'qim ilgirgidek qizining beshida parvona bo'lib, uning holidan xabar oladi. Qiziga kitob o'qib berdi. Qizi va eri omroq tomoqlarni etdi. Og'rib yotgan qiziga mehr bilan yegizdi. Holidan xabar oldi. Hatto aqlsizligimni kechiring qizim deb apo so'raydi. Eriga gap ketmaydi. U onasi aytgandek keng qo'saq odam. Qizi uchun bo'lsa-mu, uning har qanday savaligini kechirib yetadi. Yeni kelib, uning qilgan etganlarini bilgini yo'q. Xatolik o'tkazmaydigan avval Alloh. Xatoligini bo'yniga ilib, chin yuragidan tövbe qilsa va qayta sodir qilmasa, Xudo uningga yana fursat beradi. Bu qabohatli qora tush o'tib ketdi. Mengu o'tib ketadi. U shunda xiyollar bilan o'z-o'ziga va'da berib, o'z-o'zini aldab, bazlab, doktorxonaning oldi darvozasidala taksidan tushdi. Erining yaqin do'sti bilan ayoli uni saqlab turgandekla darvozaning oldida uchirdi. Ularning chiroy ifodasi jiddiy edi. Ha deb Osiyaga sabr va g'ayrat tilaydi. Ular Odulla jiddiy qutqizish bo'limiga keldi. O'sha chaqda Osiya toki eshik tuviga kelguncha, erining bo'g'iq nolisi anglang'uncha, qizini bekmi oddiy bir kasal, so'qir uchay yoki qo'rsoq og'riqi, bir tal dora yoki bir qitimliq osma o'kul bilanla saqayib ketadigan kasal deb o'ylagan edi. Qizidan ayrilib qilishni bo'lsa, u zinhor xiyol qilmaydi. Jinim qizim, Olida, ko'zingizni iching qizim. Mana bir qarang yurak boram. Olida! Erining ichinishliq nolisidan Osiyaning put-qo'lida jon qolmadi. Eshik ochiq edi. Bir top oq xalatliq doktor sestralarning orasida eri ko'zlari mahkam yumilgan qizining jonsiz tenini quchoqlab, ichinishliq nola qilyotdi. Bir sestra qizining burnidagi, barmoqlaridagi jiddiy qutqizish saymonlarini azob ichida asta sug'urib ilyotdi. Olida! Sizga nima bo'ldi? Olidaga nima bo'ldi? Olida, ko'zingizni iching. Ko'zingizni iching qizim, sizga nima bo'ldi? Sizlar nima deb jimni o'tirsizlar? Nima ish qonunga o'qib olmaysizlar? Shundaqmi doktor bo'landi? Osiya vahima bilan chakchayib ketgan ko'zlarini aloq-jaloq qilib, eriga, doktor sestralarga vaqirganicha qizining yeniga o'zini otdi. Qizining guppida ishib, qon uyib qolgan yuzlarini siladi. Olida, chiroyli yuzimizga nima bo'ldi qizi? Yuzingizni kim bu shunday qilib etdi? Sizga nima bo'ldi Olida? Gap qiling. Nima gap qilmaysiz Olida? Gap qiling. Olida, u nima gap qilmaydi? O nima gap qilmaydi? Sabr qiling Osiya. Sabr qiling jinim. Sabr qiling. Bir ayol uning azobdan pora-pora bo'lgan tenini quchoqlab oldi. Akşam Olida Yangshan aysiga savoqtishining mototsikldan mingishib beribdi-ku. Nima ish qilganini bilmadim. Yo'lda kelayotganda mashina soqib o'tibdi. Hech ularni hech kim bayqamabdi. Faqat sahar vaqtida doktorxonaga elib kelinibdi. Billah hadisiga uchirgan balani hozir qutqizib ammo Olida vaqti doktorxonaga elib kelinmagachga
Doktorlarni amal qilolmadi. Chigir yerilib ketibdi deydi. Nima dedingiz? Qatnash vaqasi. Asiye xuddi ikki puti chepib tashlangandek chashlarini qamallabla tizlanib qoldi. Shu daqiqada uning ko'zlari karvatning oyig'ida turgan qonga bo'yalgan oq chaponni ko'rdi. Uningga hamma ish oydin bo'ldi. Uning bu chog'dagi ro'y holatini tasvirlash qiyin edi. Asiye o'z ko'zlariga ishonolmadi. O'z aqliga ishonolmadi. U o'milab qopib qizining yeniga keldi va xuddi o'lib qolgan kuchugini ko'rgan shishirdak qizining tex sovushga ulgurmagan nozik teniga, sarg'ayib ketgan chiroyiga diqqat bilan qarab chiqdi. Shu daqiqada uning chiroyi dahshatli ro'yi azobdan purishib ketgan edi. U to'xtamasdan beshini chayqatdi. Xuddi bezgak bo'lgandek tishlari qasildatdi. Yuzida qon didori qolmagan edi. Bu Xudoning uningga ko'rsatgan shak shubhasiz karomati edi. Xudo uni jazoladi. Uni o'z qo'li bilan qonun va axloqning so'tiga topshirib berdi. Faqat jazoningla gunohni yenikiltalaydigan rahimsiz qo'ral ekanligini isbotlab berdi. Haqiqatan u o'z qizini so'qib etgan. Qizini qutqizib olishning o'rniga uni Azroilning changaliga tashlab berib ketib qolgan edi. Mubodo u oqshom gunohini yo'shirishga emas, jon qutqizishga, o'zi sodir qilgan xatolikqa to'g'ri qarashga yuzlanadigan bo'lsa edi, hech bo'lmasa qizi bu holda jon bermagan bo'ladi. Asiyaning ko'krikidan yo urg'anqa, yo ulug' kichik tinqanga o'xshamaydigan bo'g'iq sado etilib chiqdi. Xudo! Men nima qilib qo'ydim? Xudo! Nimashqa men emas qizimni jazoladim? Adil bo'lsam, shu hal meni jirimni og'in. Qizimni yashig'ini qo'y. Alida, qizim. Men sizni nima qildim? Aniqki, qizi savoqdishining kayniga mengishib, opasini istab borgan. Opasini yomon yo'ldan qaytarib kelmak bo'lgan. Bechora qiz opasini hech yerdan topolmay qaytib kelayotganda tuturuqsiz hissiyotning qurboni bo'lgan aqlsiz opasi tarafidan so'qib etilgan. Asiya bu voqeani oqshom nimishqa anqarolmadi. Nimishqa sezolmadi. Shu oq chaponni qizi uchun u o'z qo'li bilan bozordan setib olgan. Uni nimishqa to'niy olmadi. Nimishqa qizini qutqizib ololmadi. U hech bo'lmasa qizining sovib ketgan qo'llarini olqiniga elib, oxirgi nafsigacha uning ko'zlariga talmirishi, onalik mehri bilan qizining ruhidan o'limning dahshatini ko'tarib etishi lozim emasmidi? Ya. Bundoq bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. Alidaga so'zni ichib qo'ysam, meni bundoq jazolamang. O'limimiz bilan meni tog'a hasratni qo'ymang, tatli qizim. Echinishliq bu nida uning yurak bag'ridan etilib chiqdi. Uning quloqiga hech kimning gapi kirmaydi. Erining, onasining, yaqin yo'riqlarining yig'i ovozini anglay olmaydi. U oqibatning qanday bo'ladiganligini mo'ljallamadi. Dangsab boqmadi. Faqat o'zi o'tkazgan jinoyatning salmog'ini his qildi.
u chin dilidan xudoga nola qilib yig'laydi. Xudo, menga nimishqa erk ato qilding? Nimishqa meni meyib Gasiyaga ko'chi qilib jazolamadi? Xudo. U nima davatqanligini o'zimi uqmagan holda vaqiradi. Chashlarini yo'ldi va demi siqilib ketayotgan ko'ynikining yoqasini yirtibdi. U ichilib qolgan oppoq ko'ksiga parvo qilmay talvalashgan holda qizining yenidan itilib chiqib ketdi. Uning qadam tovushlari, vaqirash joqirashlari, saranglardek qaqaqlab alamlik kulishleri bino ichida bajoyiki shumliqning sadosidek anglandi. Vay onu tutuveringlar. Bechora qizning dardida nerisini Voy Allah qizim. Voy qizim doktor. Doktor qizimni tinchlantiring. Unda qilma. Sana nim bo'ldi? Qizimiz bu yerda. Kishilar judolikning alamiga chiday olmagan bechora onaning kaynidan chepib chiqib ketdi. Alidaning sovushga ulgurmagan beshida Osiyani to'naydigan. Bir necha qitim ko'ngil ichi so'rinlarga ishtirok qilgan satan qo'shnilar xuddi Alidani anglab qolmasin degandek pichirlashib, g'ayvat qilib ulgurishdi. Qo'ynimi, eshkinimi o'zining putidan osidi degan gap rostkan-a? Günah ve Ceza. Abduri Nurgül Abay. Rollada Yandan Bayan ve Asiya rolida Sarvnaz Kuychi. Yoldaşı rolida Sharari Kuychi. Asqar rolida Shahizat Kuychi. Alida rolida Unziba Kuychi. Ansı rolida Nafa Kuychi. Qo'shimcha rollarda Salafat, Nafa. Bu asar Nurgül Abayning shu nomli asariga asosan Kuch klubi ovozliq asar ishlash korpusida o'nga elib tayyorlandi. Asar huquqiy Nurgül Abay va Kuch klubi ovozliq asar ishlash korpusiga tava. Mazkur asarni Kuch to'ri bilan hamkorlashib, Kuch to'rining ruxsatini olgan turbatlardan boshqa turbatlarning ko'chirib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi. Bu asarni anglash manzilingiz www.chekit.com